Kim otni ham, filni ham hech qanday qiyinchiliksiz ko'tara oladi? Shaxmatchilar. To'g'ri. Kishiga 2 marta bepul beriladi, uchinchisida bundan keyingi esa Tish. sotib olinadi, to'g'ri. Kim o'tirgan holda yuradi? Shaxmatchi. To'g'ri. U savol emas, lekin unga javob berish kerak. Ismingizga yoki telefonda. To'g'ri. Mashina rulini o'ngga burganda qaysi g'ildirak umuman qimirlamaydi? Orqami? Zapasdagisi. To'g'ri. Zaxira g'ildirak. Qayerdan 40 mingdan ziyod sopol haykalchalar topilgan? O'zbekistonda birorta viloyatidanmi? Yo'q, dunyo bo'yicha. Misrdanmi? Yo'q. Hindistondanmi? Yo'q. Bilmadik. Juda ham ko'p narsalarda o'sha ishlab chiqarilgan joyi yoziladi. Xitoymi? Xitoy. Xitoyda, to'g'ri. Dunyodagi eng katta mehmonxona qayerda joylashgan? Eng katta. Voy. Nyu-Yorkdami? Yo'q. Issiq o'lka. Afrika. Yo'q. Dubayda joylashgan. Voy, Dubay. Ishtirok uchun rahmat.